Assalomu alaykum hurmatli ov ishqibozlari, baliq ovi ishqibozlari. Bugun sanamiz 03/10/2025, 3-oktyabr sanasi. Toshkent viloyati Qo'chirchiq tumani Qo'rg'oncha. Buyoq Chinoz, Daryo. Kelganimga yarim soat bo'ldi. Yarim soatda ichida bo'lgan natijamiz hozircha mana shu sazan balig'i, sazanmi, karp ekan, karp balig'i bo'ldi. Yarim soatda ichida shu rezultatga erishdik. Bu balig'imiz bugun krevetkaga tushdi. Jo'xor emas, bo'yla emas, krevetkaga tushdi. Bugungi ov natijasida mana shunday hajmdagi karp balig'ini tutdim. Baliq sirlarni yashirmaymiz, negativlarga ahamiyat bermaymiz. Xullas, ov yaxshi boshlandi. Inshaalloh bu yoq ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Mana shu joyga joylashdik. Biz hech kimdan hech narsani yashirmaymiz. Allohdan yashirmaganda bandasidan yashirmaymiz. Bizda yolg'on yo'q.